Hayotim haqida 3-qism, birinchi va ikkinchi qismlari bundan oldingi videoda joylashtirilgan. Albatta kirib ko'ringlar va bizga obuna bo'lishni unutmanglar qizlarjonlar. Hali bundan oldinda turibdi bundanda qiziq videolarimiz. Demak boshladik. Men birinchi farzandimni tuqqanimdan keyin, Muhammad Xolidni tuqqanimdan keyin 3 oyda yana homilador bo'ldim Muhammad Solihga, ya'ni ikkinchi farzandimga. Lekin menga 3 oy, ishonasizlarmi, 3 yildek o'tganda, men 3 oy qanaqa o'tganini o'zim bilaman-da. Anaqa siqilib 3 oyni homilador bo'lmadim. Hamma doktorlarga borib chiqdim. Hamma doktorlar yo'q, sen yaqinda tuqqansan, hali beri homilador bo'lmaysan, sanga mumkin emas deb hamma doktorlar menga umuman homilador bo'lishga hech qaysi tavsiya bermayapti. Boshqa doktorlarga borsam yana gormonlarga analiz topshir, yana qanaqadir analizlar topshir. Men o'ylayapman-da, menga nimaga kerak analiz? Men birinchi farzandimni sog'lom tug'ib oldim yoki homilador bo'lmagan bo'lsam ham menga boshqa gapida analiz topshirsam bo'lardi. Ammo homilador bo'lib tuqqan ayolga nimaga kerak shuncha analiz? Analizlarni mayli hop topshiraman deb kirib hisoblatsam $100 deyapti. Почти $100, 900 ming dedi. Вообще topshirmayman, menga kerak emas dedimda. Keyin ayami eski ginekolog tanishlar bor edi va bizni mahallada qo'shnimizlar, ismlari Manzuraxon. O'shalarga kirdim. Keyin aytdim sharoitim nima bo'lgan, shunaqa birinchi farzandim bo'lmadi. Menga shunaqa tezroq homilador bo'lish uchun nimadir dori bo'lsa yordam bering dedim. Keyin menga dorilar yozib berdilar, vitamin va qanaqadir bitta parashok yozib berdilar. Tuxumlarda, folikulalarda yetiltirib berish uchun. Men o'ziga tushsam, dorilar ichib o'ziga tushdim. Yo'q, folikula yetilmagan, bu oy homilador bo'lmaysan deyapti o'zichilar. 2 xil, 3 xil o'ziga tushdim. Yo'q, homila bo'lmaydi bu oy ham deyapti. Ishonasizlarmi? Men o'sha yerdan yig'lab chiqib ketganman. Menda yana bu oyam bala bo'lmaydimi, homila bo'lmaydimi, yana kutamanmi deb oxiri bo'ldimda, doktorlarga borishni yig'ishtirdimda. Ayni o'sha payt Ramazon payti, menda ikkala farzandim ham Ramazon paytida bo'lgan, Ramazon oyida. Har doim har kun tahajjudga turib Allohdan faqat so'rardim. Alhamdulillah, Muhammad Solihim imенно doktorlar bu oy homilador bo'lmaysan degan paytda Muhammad Solihimga men homilador bo'lganman. Alhamdulillah. Qizlar, men bitta narsaga amin bo'ldimki, sizlar Allohga qanchalik biz yaqin bo'lsak, Alloh bizga shunchalik yaqin bo'lar ekan. Qizlar, bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hali hayotimning qolgan qismlarini